Sizlarga Qubo masjidiga qanaqa qilib haram hududidan borishni o'rgatamiz. Ahamiyat beringlar, mana orqamizda haram hududini 309-eshigi, o'ng qo'limizda G'omama masjidi. Shu maydonchada mana bunaqa kichkina bagilar bor. Mana orqamizda turibdi. O'sha bagilarga o'tiriladi-da, 10 riyalga Qubo masjidiga olib borib qo'yadi. Pulini borgandan keyin berib qo'yaverasizlar. Mana bizda 3 kishimiz, shu 3 kishi bo'lganimiz uchun 30 riyal beryapmiz. Mana ahamiyat bersanglar bo'ladi. Biz hozir shu kichkina ko'chasidan o'tamiz. Bu ko'chada mashina yurmaydi. Shuning uchun ham haram hududidan Qubogacha qisqa masofa. Mana masjidda hozir arablarni o'zini oilasi bilan birga aylanib, o'tirib, bolalarni aylantirgan, olib chiqadigan joyi shod bo'ladi. Mana hozir bagiga o'tirganimizga 10 minut, 12 minut ichida mana Masjidul Quboga ham yetib keldik. Mana Masjidul Quboga ham yetib keldik. O'zinglar mana ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar, Masjidul Qubo juda ham chiroyli masjid. Arablarning o'zi ham bu joyi juda ham yaxshi ko'rishadi. Bu masjidda atrofida arablarning o'zi ham juda ko'p. Arablarning o'zi ham xufton namoziga ko'pincha mana shu Qubo masjidiga kelishadi.